35 metr ekan akalar. Undan tashqari yana nari mahallaga qarab mana bunaqasi qiyasiga ketgan. Xo'p, uy olaman deyotgan akalarimizga juda ham zo'r lokatsiyadan bunaqa joylardan rostdan ham kam holatda uylar sotuvga chiqadi-da. 10 sotiklik uyimiz hozir sotuvga chiqyapti. Aravonda Jannat mahallaga kirganimizda, birinchi mahalladan to'g'ri tushib kelganimizda ro'paradagi uyimiz sotuvga chiqyapti. Mana bu fasad tarafi 35 metr bo'lyapti akalar. Demak, bu uyni bemalol 2 ga yo 3 ga bo'lib olsak bo'ladi. 3 ga bo'lib olsak bo'ladi. 4 xona uyi bor ekan. Ichkaridan bir qator ko'rsataylik-da. 4 xona uyi bor ekan. Uylarning ichiga kirib tortmayman, sababi bu uyimiz yaxshi lokatsiyada. Orqa tarafidan soy o'tgan, soylarimiz. Snosdan tashqari hisoblanganda hamma yo'q bilan dokumentalniy 8 sotik bu joyimiz. Dokumentalniy. Atak faktiski 10 sotik. Soyda sinosi boshqa har taraflama o'lchangandan keyin dokumentalniy 8 sotik joyimiz. Dokumentlarda umuman muammosi yo'q. Xo'p, mana bu taraflardan bir qator olib qo'ying, daraxtlari bor. Olmoqchi bo'lgan aka-ukalar bemalol hali 2 ta 3 ta aka-ukaliklarchi 3 ga bo'lib olsanglar ham bo'ladi. 2 ta aka-uka bemalol mana shu yerga sig'ib ketsanglar ham bo'ladi. Bu uyimizni bahosiga keladigan bo'lsak, akalar, bahosini, egasini nomerini ekranda qoldirib ketyapman. Egasiga telefon qilib, primerna bildinglarda, Jannat mahallada, eski mahallada Aravonda uy olamiz deb yurgan aka-ukalar уже narxlarni tushunib turibmiz-da. Primerna narxini bildik, shunga qarab egasiga realniy oladigan odam bo'lsa, telefon qilsa uka gaplashamiz deyapti. Yoki bo'lmasa bir olaman deyotganlar 2 ta 3 talar bir bo'lib kelib 3 ga bo'lib olsanglar ham bo'ladi. Sababi oldi taraf fasadini ko'rdik, 35 metr. Narigi mahalladan ham birinchi uyda. Birinchi uy. Bemalol har tarafdan darvoza ochib olsanglar bo'ladi. Akalar, nasib qilsin hammamizga mana bu videoda uy olaman deyotgan aka-ukalarimizga jo'natib bir havas qilgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying akalar. Rahmat.